I den välsignade månaden Ramadan fortsätter Yardem att sprida hopp och omtanke. I år nådde vi staden Shebergan, där vi med glädje delade ut Ramadanpaket till 30 behövande familjer. Varje paket fylldes med baslivsmedel, en liten hjälp men med stor betydelse. Shoburg'on shahridan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Bugun biz Yordam Sweden tarafidan kelgan ko'maklarini mustahaq yatim va beva va mustahaq kishilarga hozir beramiz. Hozir ismlarini olib o'tkazib bo'lgan mavod xorokalarini inshaalloh beramiz. Yani shunday bir ko'magi kelsa, nasib bo'lsa, yo'qlasalar xonalari avod. Bizlarni shunday nima qilsalar, mana ro'zachilik moy Ramazonga ish sotim yo'q edi. Dəkon rəhmət həmələrindən ki, mücə zəhmət bildi və bizəgə layiq bildilər ki, bizəni şuncə kömək etsəylər bizəni, yəni qəm dərdimizə şərik bisələ kətə həmələrinə təşəkkür. Xoş qilamiz. Xudoam rozi bo'lsin ulardan. Bizlar ham rozimiz, sizlar ham rozi bo'ling. Sog' bo'ling, salomat. Tashakkur. Xonasi bor, tashakkur ularga bizga ko'mak. Mana Yordam Sweden ko'maklarni yuboribdi. Nima gapiz bor ularga aytishingiz bor? Bizlar ulardan unday xohishingiz bor, qarib kechira bizga ko'mak qilsa, bir maydonga qolgan bizday. Mana shuncha ko'mak qilgan xonasi bor. Endi ham bizga ko'mak qilsanglar yaxshi. Inshaalloh. Yordam Sweden tashakkur qilib bizlar shuncha ko'mak qilibdilar. Sog' bo'lsinlar. Shoburg'on shahridan salomlarimizni, hurmatlarimizni yetishtiramiz sizlarga. Mana Yordam Sweden tarafidan kelgan ko'maklarni bizlar bu yerdagi mustahaqlarga berdik 30 kishiga va bu yerga bergan ko'maklaringizni ko'makka vasila bo'lgan hammadan Xudovan rozi bo'lsin. Xudovan sizlarning ishlaringizga va tijoratlaringizga barakat bersin. För dessa familjer innebar det lättnad, trygghet och ett hoppfullt leende inför iftaren. Vi tackar alla som varit med och gjort detta möjligt. Må Allah acceptera våra handlingar och belöna alla givare, stort som smått. Tillsammans skapar vi förändring, ett steg i taget. Yardem, för hopp, för framtid, för mänsklighet.